Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 403-guruh talabasi Xudoyberdiyeva Nilufar. Bugun shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz pedagogika fanini o'qitishga qo'yiladigan didaktik talablar. Buni rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Bu mavzuni 4 reja asosida ko'rib chiqamiz. Rejalarimiz shundan iboratki, pedagogik o'qitishning shakllari, sinf dars tizimi, darsni o'qitishni tashkil qilishning asosiy shakllari, darsning tuzilishi va tiplari, pedagogik o'qitishning boshqa shakllari. Ta'lim ijtimoiy hodisa bo'lib, uning tarixi juda uzoqdir. Ta'lim insoniyat, jamiyatni rivojlanishining dastlabki paytlaridanoq katta rol o'ynagan. U to'plagan tajribalarni, dunyo haqidagi axborotlarni berish jarayonida ta'minlangan insoniyatning faqat ijtimoiy rivojlanishiga emas, balki qiyin sharoitlarda yashay olishiga ham yordam bergan. Uzluksiz rivojlangan jamiyatda ta'limning mukammal emas shakli, ya'ni dars ming yillar mobaynida vujudga kelgan. Xalq maktablari tashkil topgandan boshlab o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi hamda o'zaro munosabati muammolari ham vujudga kelgandir. Ma'lumki, o'quvchilarning bilimi, uning darsdagi va uydagi faoliyatining xarakterlari bevosita bog'liqdir. Shularga ko'ra, o'qituvchi o'zini ana shunday o'quvchilarning o'rniga qo'ya bilishi, uning darsdagi faoliyatini va uning maktabdagi butun o'quv davridagi munosabatini tasavvur qila olish muhimdir. Vatan tarbiya va ta'lim asta-sekin amalga oshadi hamda o'quvchiga barcha darslar majmui qanday ta'sir etishiga o'qituvchi rahbarligida ongli va faol bajariladigan ishlarning hajmi hamda muntazamligiga bog'liqdir. Ta'limni baholashning asosiy tashkiliy shakli quyidagi ma'lum belgilarga ega bo'lgan mashg'ulotlarga guruhiy yo'sinda o'tkaziladi. Bular mashg'ulotlarning har yili har qanday o'qish kuni bilan paytda boshlanishi, keyingisi guruhdagi bolalarning yoshi va soni jihatdan baravarligi, keyingisi materiallar o'rganish sur'atining bir xilligi, keyingisi esa o'quv mashg'ulotlarining ma'lum tashkiliy shaklda o'tkazilishidir. Guruhli mashg'ulotlarning sinf dars tizimi deb atalgan bunday shakl keng tarqalgan, mustahkamlanadi va hozir ham ancha takomillashgan holda mavjuddir. Maktab rivojlanishining tarixda 20 yilligida ta'limning yakka tartibdagi shakli noodatiy yo'sinda qabul qilindi. Sinf dars tizimi 4 ga bo'lib ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, har qaysi sinf yoshi va bilim darajasiga ko'ra bir xil o'quvchilarning doimiy guruhiga egadir. Ikkinchisi, dars jarayonida asosan 45 daqiqa yoki akademik soatlarga ko'ra 80 daqiqa davom etadi, qat'iy jadval asosida olib boriladi. Uchinchisida esa dars o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyati borligiga asoslanib bo'lib, bevosita o'qituvchi rahbarligida jamoa guruhli va yakka tartibda olib boriladi va oxirgisi esa dars mashg'ulotlari olib borilayotgan va o'zlashtirilayotgan materiallarning mazmuniga qarab turli xil metodlar yordamida olib boriladi hamda umum ta'lim tarbiyaning bir qismi sifatida albatta tugallangan bilim beradi va navbatdagi bilimlarning o'zlashtirish zamin yaratadi. 1 soatlik darsga mo'ljallangan dastur o'quv materiallari mazmunini bayon qilish, didaktik maqsad va talablarga muvofiq tashkil etilgan turi dars tipi deb ataladi. Ayni vaqtda ta'lim tizimida eng ko'p qo'llanadigan dars tiplari quyidagilar: yangi bilimlarni bayon qilish darsi, yangi o'tilgan materiallarni mustahkamlash darsi, o'quvchilarning bilim ko'nikma va malakalarini tekshirish darsi, keyingisi takrorlash, umumlashtiruvchi va kirish darsi va oxirgisi esa aralash darslardir. Muayyan dars tipi asosida olib boriladigan mashg'ulotlarda ikkinchi, uchinchi bir dars tipini
turlari bo'lishi mumkin. Misol uchun, ta'lim muassasalarida eng ko'p qo'llanadigan dars tiplarining bir, ya'ni bilimlarni bayon qilish darsida quyidagi holatlar amalga oshirilishi mumkin. Yangi bilimlarni bayon qilish darsi, yangi bilimlarni mustahkamlash, yangi bilimlarni ustida mashqlar o'tkazish, yangi bilimlarga bog'liq holda uy vazifalarini, topshiriqlarni. Demak, dars umuman jarayon davomida bir dars tipi asosida tashkil etilmaydi. Shunga qaramay, darsning maqsadi o'qituvchilarga, ya'ni bilim berishga qaratilgan bo'lsa, butun didaktik usullarni ana shunday bo'ysundiriladi. Shuning uchun ham bunday dars yangi bilim berish darsi deb ataladi. Muayyan dars tipi bilan ish ko'rilayotganda, boshqa bir dars tipi unsurlarning asosiy tipida o'rin olishi va ayni paytda asosiy dars tipining tuzilishi, tashkil qilinishi mumkin. Fakultativ mashg'ulotlar o'quvchilarning qiziqish va xohishiga ko'ra muayyan fan predmet yuzasidan beriladigan ilmiy, nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, ularda amaliy ko'nikmalarni hosil qilish maqsadida tashkil etiladigan ta'lim shaklidir. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilar tomonidan u yoki bu mavzu bo'yicha ma'ruzalar tayyorlash hamda uni sinf o'quvchilari bilan muhokama qilish yo'li bilan olib boriladi. Seminarlar 2-3 hafta tayyorgarlik ko'riladi. O'qituvchi rahbarligi o'rtasida o'tkaziladi. Shuningdek, ta'limning noan'anaviy turlari, ekskursiya, viktoriya va shu kabi turlar mavjud. Pedagogika fanini o'qitishga qo'yiladigan didaktik talablar mavzusini ko'rib chiqdik. Bundan xulosa qilib aytish kerakki, pedagogika o'qitish shakllarini sinfda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida har xil metodlar, ekskursiyalar orqali rivojlantirib, didaktik talablarni o'quvchilarga qo'yishimiz mumkin. Xalq maktablarida esa tashkil topgan o'qitishga qo'yilgan didaktik talablar asosan darsda 45 daqiqalik bo'lish, yuqori oliygohlarda esa 80 daqiqalik bo'lishlari ham kirib o'tadi. Bularni ham xulosa qilib aytishimiz mumkin. Hammangizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun hammangizga rahmat.